Hürmetli ustazlar yaxşımısınızlar? Men Qashqardan kelgan Mayer Adila Osman bo'laman. Adila Osmanning ovozi so'z qilgan vaqtidagi ovoz bilan naqsh aytgan vaqtidagi ovozning o'rni o'xshamaydi-ku. Bumi bir xil texnik o'xshaydi. Adila, siz pek yaxshi aytdingiz menimcha. Gerçi qisqa bir naqshni tanlagan bo'lsangizmi? Biz huzurlandik. Ayshgul ma'lum o'rindiq aylandirdi, ko'rdingizmi? Ko'rdim. Qanday bo'ldi bu ish? Yaxshi aytolmay qoldim deb o'ylayman. Rahmat ma'lumga. Mushu naqshimi xeli zamonlar bo'lgan, so'rindan qilib qolaymikin deyotgan. Endi mushu naqshi mushu fursatdan foydalanib sizning og'zingiz orqali bo'lgan so'ringa chiqdi. Men shu yuzdan tabriklayman. Nurg'un sabablar bilan men sizga o'rildim. Buning uchun minnatdor bo'lishimiz kerak. Siz bu Ayshgul ma'lumga nima desangiz haq. Lekin buni sizlar turar joyga borganda deyishib elanglar. Keling qizim, muborak bo'lsin. Hammamizga tunish xalq ahongini voyaga yetkazib, ustozlarning moyilligini qo'lga keltirish bu oddiy natija emas. Ayshgul ustoz yetakchiligidagi izlash guruhining sarxillari qatoridan o'rin olganligingiz bilan sizni qizg'in tabriklaymiz. Anglab, cho'ng bo'lgan ovoz jihatdan va qobiliyat jihatdan va shu naqshlarni ijro qilishdagi o'ziniki ustunligi jihatdan meni o'ziga qoyil qildi. Men bu Adila Osmanning mening guruhimga kelganligini va izlash guruhiga kelganligini qarshi olaman. Shuni anglab baqqandik. 大家好，我是塔莱提亚森，来自乌鲁木齐。Yaxshimsizlar, mening ismim Talat Yasin. Tug'ilgan yurtim G'ulja, hozir Urumchida. O'quvchilarni tarbiyalash ishlari bilan shug'ullanaman. Oxirida bu programmaga qatnashishga maqsadim bo'lsa, o'zimdagi ortiqchiliklarni bir joriy qildirib, ustozlardan o'zaro fikr almashtirib, kamchiliklarimni to'liqlash. Pek uzun küttüm seni, birkilerin yutmadı. Pek uzun küttüm seni, birkilerin yutmadı. Köydürüm bunca meni bir severim yok medi. Köydürüp bunca meni bir severim yok medi. Ne ara tapkan yok bu köngül derdim ora. Ne aram tapkan yok bu köngül derdim ora. Özlesem ögey körüp öz körerim yok medi. Özlesem ögey körüp öz körerim yok medi.
Bir keyik buldum nitay menzilim tağim emas. Bir keyik buldum nitay menzilim tağim emas. Mehribanım yaxşığa özgürerim yok midi. Özgürerim yok midi. Yol yirak, köngül yirak dese elçin bütmegen. Yol yirak, köngül yirak dese elçin bütmegen. Herkesi hiç bulmasa söz vererin yok mu değil. Herkesi hiç bulmasa söz vererin yok mu değil. Ağlamaz haysi yürek şat yaşaşni ömrede. Ağlamaz haysi yürek şat yaşaşni ömrede. Bağırıp buldun ecep küldülerin yok mu Bağırıp buldun ecep küldülerin yok mu Ustozlar yaxshimisizlar? Mening ismim Talat Yasin. Bu sahnga kelganligimdan shunchalik xursandman. Talat Yasin, Talat Yasin, Talat Yasin, Talat Yasin degan bola bo'sh ekan. Tunuymiz Juma. Hey, bakkat ish qotdi. Tushundingmi uka? Qara, 4 muallim qayagidu bir yerga ish qilib tegdi mushlargacha. Ash avjisiga kelganda bir oz qoynidingda. Balkim shu yerla ko'proq ta'sir qilgan bo'lishi mumkin deb tushundim. Mening bilishimcha Talat Yasinning naqshi etib, mikrofon tutib, naqshi etib, cho'ng sahnaga chiqish birinchi qitim. Bu Talat Yasinni ham sizlarmi bilsizlar? Mening nazarimda bak yaxshi bir muzikant bo'la. Mushu akordeonni chaladigan bo'lsa, bulbul kelib akordeondan sepaga qo'nadi. Sepi yo'q deyna uning. Mana shunday bir yaxshi urilg'ichida, muzik urilg'ichi. Bak cho'ng natija bo'ldi Talat. Bu şu milliy tus olgan seviz yuqori ommabop naqshlarning asarlarining birisi. Bularni tekisi bek yaxshi yozilgan ekan. Bütün kuchingizni bericha yaxshi aytishga tirishib, g'albilik aytib oxirlashtirdingiz. Mening gruppamga keling demoqchi. Abdulla akam degandek Talat enimninki akordeon muzikalarini anglaganman. Ammo naqshini anglab boqmabdi ekanman. Bugun mening o'rilishimda bu naqshini men intan yaxshi ko'raman. Buning muzikasini Abdulla akam ishlagan. Buni men demoqchidim. Abdulla akamning bir menga qoldirgan ta'siri nima desa, turib bilan ishlab qo'ydi. Naytib menga bek arzib ketdi. Men bir necha yozgan naqshlarim bilan tegishib oladigan shu bir necha so'zga birni tegishib oladigan qilib yozadi Abdulla akam. Bu naqshimi
naq aşındaq bir qalbdan nəhayət gözəl melodiyalar şundaq tekstlər bayqı degan gözəl tekstlər bilan berikib taxımı bir yaxşı bir bədillik hasil qilgan esil naqshi deb bilinadi. Bugun şu bu naqshini yana qaysi bir kimdir degan bir esatlar başı es tuyg'ular bilan avjidiki shu joyga kelgan shu güzel aytishlar birlashib o'rildim. Qarasam bu Talat inimkan. Men akordeon muzikasi haqiqatan bek iliq bay degandek Abdulla akam bek yaxshi ta'rifladi. Bugun bu naqshi bilan men Talatligini faqatlik ko'z oldim keltirmabdim. Nəhayət yaxshi bo'ldi. Mening gruppam kelishingizni qarshilayman. Biz aşı o'quvchilarga odatda qo'yadigan talabimiz bir naqshchi cho'qim o'ziga bir muzikani hamroh qilgan degan umidimiz borchu. Muzikani o'ziga hamroh qilgan naqshchi bu hissiyoti mo'l, ovozlari to'g'ri, xili o'rniga tushgan naqshchi bo'la oladi-chu. Shuningga bunisi bizning naqshimizniki mush ovoz tusturimizmi ba'zi joylari mush muzikani do'rashni asos qilib qoladi ba'zi vaqtlarda. Әмді азбыз ilqindek baş tarafdaki turaqsızlıq o bu səbənliklər buludu. Әмді ciddiləşsiz müş səhnəyə maslaşıb boğuca sal vaqt jarayan ketidi. Lakin keyinki qismləri şunchak yaxshi. Aş xamiyanlar mening ko'z oldimga rasmiy keldi. Rahmat sizga shunda chiroyli o'rnab berdingiz. Mening guruhimga kelsangizni qarshi olaman. Bu ham Aygul ma'lum dedi, muzikani o'ziga hamroh qilgan naqshchi deb. Meni Talat ham muzikani o'ziga hamroh qilgan naqshchi hem naqshini o'ziga hamroh qilgan muzikant ekan bu. To'g'ri. Ondan ovoz chiroyli, suzukchu. Ondan puraqlarmi nayta joy-joyda. Shunda bo'lganda Talat. Sen anda bo'lganda ekan. Demak sen imtihonning qiyin naqshi bilan bir imtihon berib o'tding. Mana men keyingi qadamlarda shunda maslahatim bor bir akordeonni qo'lga elib ancha-muncha başqa bir narsalarni o'ylab, yana shundaq bir chiroyli naqshlarni qilib bir qilib baqamdiq ya. Qanday bo'lsa. Aşı birlik qilib baqsa qanday bo'ladi? Shundaq holatlarni ko'raylik. Bek yaxshi bo'ldi. Mana hozir paranglarda yana bir narsa o'tirg'i chiqdi qaranglar. Bu men davomli his qilgan narsa. Ba'zi naqshida ba'zi puroqlarni g'ajakdin satadın, bazı tembirning bir puraqlaridan, hatta neyning. Shundaq. Mushunda egallayman men shaxsan ashtaqchu. Men masalan naqshi emas bir muzikani naqshi qilgan xalq qo'shoqlarini selib. Onajon degan naqshini. Bu deganning hijabning, qushlarning, sataning puraqlari. Asla shularning muzika asboblar o'rlaydigan muzika ekan to'q ustoz yozgan vaqtida. Shuning bilan uning tekstini selib naqsh aytdim. Shu chaqda men asli bu muzika instrument ya sata ya qushlar bo'lg'achqa shu qushlarning puraqlarini o'rgangan. Ashyaning hammasi g'ijak qushlar satadi mijidigan yerlarda shunga o'xshash. Aygul ma'lum bilan Mevla ma'lum nay to'g'ri dedi. Muzik çalalagan naqshchi odatdagi muzik chalamaydigan naqshlardan yana ustunroq turdi. Chunki ananda yana bir xil imkoniyat bor, boshqa bir alayidliklarni o'ziga singdira oladi. Endi bizga bilatdiq kasb jarayonida o'zining talantini keng jahonga, Şinjandagi har millat xalqiga namoyon qilish uchun bu sahnaga chiqdi. Men buningdagi Mevlana fikri qo'shilma. Agar qaysi ustozni tanlasak, biz o'zimizning alayidligini, ya'ni o'zimizga hamroh qilgan instrumentni, asbobni alayidlik qilaylik. Men keyingi sahnalarda sening shu akordeoning bilan birga ko'rishni xohlayman. Shaxsan o'zimning talabim. Sen 10 sekund o'ylab ustozlardan birini tanlagin. 4 ustozniki menga aylanganiga o'rindiq aylandiqnaga shuncha xush bo'ldim, xursand bo'ldim. Mening oxirgi tanlashim Ablatamlikim ustoz. Muborak bo'lsin. Ustozlarning moyilligi dal bizning qoyilligimiz. Nadir ovoz egisini uchratganda ustozlarni o'z guruhiga solishidi albatta. Tashqin guruhidagi sarxillar ichidan o'rin olganligingiz bilan sizni tabriklaymiz.
Abdat ustozning ham sizdagi qobiliyatni chaqimtalchiga ishonamiz. Biz o'zini aytdi yaxshi bir muzikant, naqshidami bunday ortiqchilik alohidligi borligini biz shu sahnada his qildik. Biz o'rlagandan keyin bu mahir ham bizningki guruhimizni tanlab tashqi guruhga qatildi. Bu mahirimizning keyingi bosqichlardagi qadamlarda yaxshi utuq natijalarning bo'lishiga tilak. Hey hey! La la li ra ra, la ra ra, la ra li ra ra ra. Hasken.大家好，电视机前的观众朋友们，你们好。还有四位导师，还有你呢，对对。Bunu yaxsında. Qanday yaxshimisizlar? Ustozlar. Yaxshi. Rahmat. Bu birdamda cho'galdinglar-ku, bizda turmaydi. Senin ovozing bekli tunuşlu. Birla anladım. O xalqinken qo'murli dedim. Senin ovozing yodib tursa. Birdamda Xalqimda Ovozni sal o'zgartirmaymikansiz, kam. Bu tepishmoq oson bo'ldi. Xalq keldi dedi-ku. Rahmat adash. Men anglasam shu Yebak yo'l sadasini 5-qitim almoqchi deganiki, men o'zim bunda bu o'ylamda bizmi tenlar jishimiz sizlar bilasizlar, kumush kemayni. Biz mashni elvatgan hozir. Shu bilan mushu ustozlarga bir tabriklab qo'yaychi. Bizning tenlar jishini atidan kep sizlarga bir naqshadan birini aytib berib,
Acayip. Andan şu Yepak Yol Sadasının 5. qismini bir qo'l bir tabriklab, andan bir salom qilib kelay deb kelgan. Allah'ım. Öz növbetinde bizmi senin işleringa, naqshchilik hayatınga, ijodiyinga texim yükseklik dileymiz. Rahmet, rahmet. Kattı bolsun işler. Kutlu bolsun. Rahmat. Meskin biz yaxshi ko'radigan naqshchi. Sahnaga chiqib olsa ingdan xo'bu, shunda ot yurak harakatlar, naqshlar shundan jo'shqin. Esil shu birla anglablar xaskin do'stimiz ekan bo'ladi dedim. Biz hamda mushu Ipak Yolu Sadası programımızdaki bütün programının ahlidan, qatnaşqıçılar nomidan Kumushkumeyga salomimizni yo'llaymiz. Rahmat. Sherdagi do'stlarga, hammasiga, o'quvchilardan ustozlargacha mushu ustozlarning hammasining salomini aytib qo'ygun do'stim, Rahmat. Men sizlarning salomini yetkazman. Men sizlarning mushu programma jik ko'raman. Ko'rib turman qanday yaxshi naqshchilar chiqamdiki. Hem de bizim canbay bo'lgandan keyin bizning inimizlar, singillarimiz nurg'un bolalar bizni biz naqshlarimizni etib, anglab cho'ng bo'lganlar uchun hozir ashunami cho'ng shunda bir yaxshi naqshchi bo'ldi. Ashunanga men anglab turyapman, shunda yaxshi esil naqshchilar chiqyapti. Sizlarning kuchlaring shunda esil, ovozlarim ham sizlarga o'qumushi kap, sizlarga shu o'quvchi bo'lib kelgan bolalar bo'lsa-mi, bularni bir tali deb o'ylayman-ku. Shunday. Hem de qanday bo'lsin tajriba bor-da. To'g'ri. Qag'ini bo'lmasa tajriba bizning bo'ldi. Hozirgi nurg'un bolalar sahna chiqib naqsh aytib, "Aba, men angladim." Ovozi bilan jiqsi, men sahna chiqqan vaqtida o'zining qanday naqshiga shig'i chanshimi ko'chun jiqqadam uqmaydi ekan. Bizning mashina bolalar shunday jiq bo'ldi. Ovozi ba'zining ovozi shunda rock keldi. Ba'zining ovozi milliychi naqshi keldi, ba'zining ovozi boshqacha. Ashanaga men kelganda bir foydasi eng yaxshi yeri yaxshi ustoz topidi o'ziga. Andan yaxshi qanday naqshini qilib bo'ladi, qanday naqshini qilib bo'lmaydi. Masalan, men Aygul ukamning naqshini men shuni aytadigan bo'lsam, shunday bo'lgan. Umrga qaytib shunday. Ben sizlariz men shuni aytqizmayman. Ashunga o'ylayman men o'zim. Shu kelgan bolaning hammasiga yaxshilik qutuq tilayman. Hammasi shunda bir yaxshi ustozni topsa, yaxshi naqsh o'rgansa, keyin bizning aqimizda mush bolalarimiz saqin mush yerda o'ltiradigan bo'ldi. Keyin biz shunda qeyrib soqolmay kelganda bu qarab To'g'ri. Men ancha unda qeyrig'im yo'q. Turaveringlar. Salomat bo'lsin. Davomliq birga o'yin qo'yamiz, o'yin qo'yish jarayonida shunchalik rohat qilsin kan bilan birga o'yin qo'yish. Shuni hammasi men kelganda yot emas, amallar tanishimiz. Endi Şinjan'ın amiz tonuydu, Cungo'daki amiz tonuydu. Aşınınga senin avazın mı? Mehmet'sin diyençti köyge. Şurada esil avazlarını şuna yaxşı görmesiler. Ama Allah bizden Şinjan'ın şu dağınlık ustaz, nakşçı, muzikant, kompozitör. Aşınınga sizlerge yaxşılık dileyme. Arkadaşlarında sak salamat bulunlar. Esil okuşça terbiyelep çıksanlar. Bu sizler için çoğun işleri oylayayım. Ben yani birisi aytadiganday qildi-ku. Shuni anglaylik. Xo'p. 大家好，我的名字叫祖利卡尔居莱提，今年26岁，来自新疆乌鲁木齐。Yaxshimsizlar azizlar, mening ismim Zulqar Jurat, 26 yosh, Urumchidan keldim. Ipak yo'li sadosi menchi bo'lsa bir kasbiylikni talab qiladigan bir cho'ng sahna. Shunga mush sahnada o'zimning qobiliyatini sinash maqsadida bu yerga yetib keldim. Mening nishonim bo'lsa Ipak yo'li sadosida cho'qim natija erishish emas, shu o'zimning qobiliyatini sinash deb o'ylayman.
往事随云走，那纷飞的冰雪容不下那温柔。这一生一世，这世间太少，不够证明融化冰雪的深情。多想某一天，往日又重现，你清澈又神秘，在贝加尔湖畔。你清澈又神秘，像贝加尔湖畔。Sizlar ustozlar, mening ismim Zulqar Jurat. Bu yil 26 yosh, Urumchidan keldim. Urumchi nereden keldin lan? Urumchi shahardan keldim. Hozir maktabdan keldingmi yo ish o'rnidan keldingmi? Ishlayapman hozir. Hozir o'zim bir naqshchi o'qituvchi. Maktabdami? Maktabda. Muallimga mana Üzən məktəb açdınmı ya ba məktəbdə? Kursda əmdəliqi sənət cəhətliqi imtahan berdiğan ballar. Bu təbrikləşki tegishli ishga. To'g'ri. Bu muallim üzgün bir muallim topaydı. Üç muallim. Hazır biz sen şu o'rindiq aylandırgan muallimlarni biz bilan bizga berdigan bahosini anglab boqayli. Bo'ldi. Bu naqshini yomon chiroyli hissiyat bilan men talab qilgandim, sal ortiqroq qilib pek yaxshi aytding. Rahmat. Maqtasammo endi shu yana desam yana shu. Hammamiz ta'sirlandik, sal turib qolgan muallimlarmi qolgan maqtashlarni deydi. Mening cho'sa sen qolgan maqtashlarni anglab etgandan keyin darhol kelsang biz keyingi qadamlarni billa mangillimiki deyman. Boshqa muallimlarning gapini anglab boqay. To'g'ri deding. Bu ma'lum bo'lg'achqa qanday javob berishni bildik. Manga boshlanishga chiqqan ovozdan bu nafas bilan shingdaydan chiqqan ovozning uchirishidan kelayotgan bek pokiz ovozchi, cho'qim o'qigan ovoz ilmidan tarbiya ko'rgan bir yigit o'xshaydi deb darhol burilsam rost bultu o'qish bitgan Zulqar. Mana bizning Aygul muallimning o'quvchisi. O'zi mana opera mahorati kasb bo'yicha o'qiganda Aygul muallimning birdan-bir o'quvchisi. Unda degan bilan-chi o'qish bitirib bo'pti. Shunday bo'lsinmi? Deyman. Aygulning gapini anglamadik. Shunga Zulqar oxirgi g'albilik ijrom bizga xotirjamlik tuyg'usi berdingiz. Shunga men sizni mushu bugungi yaxshi ijroringiz bilan va bak yuqori safoliq ijroringiz bilan men sizni chin qalbimdan tabriklayman. Mening guruhimga kelsangiz men qarshi olaman. Qarshi olaman. Babit deyman. Zulqar haqiqatan bir yaxshi naqshchi. Mushu o'qish jarayonida uning Zulqarning ovozi nangoyin emas. Nangoyin emas, sinangov. Shunchalik yaxshi o'qish bitgan. O'qish jarayonida shunday chiroyli asarlarni aytadi, hissiyotim shunchalik mo'l, texnikalarni bek yaxshi egallagachga, o'zining tutgan yo'li asosan boshdan-oyoq tutgan yo'li mushu istirada jihatdan o'zimni yaxshi ko'rib to'xtamay men asarlarni avatib turadi, lekin biz darsda yana mushu texnikani yaxshi egallayli, ilmiy usulda yaxshi aytayli, deb mush nafas hal qilish, ovoz hal qilish, mushar aytish bo'shliqlarni hal qilish bilan mashg'ul bo'ldik. Ham jiq asarlar bilan uchrashdi Zulqarmi. Shuning hozir o'qituvchilikni shunday yaxshi olib ketyapti. Chunki bir yaxshi puxta bo'lgan asos bilim bo'lg'achqa o'qituvchilikning o'disidan shunday yaxshi chiqyapti. Bugungi naqshini bu
aytgan vaqtingizda bizni xuddi o'sha bejarxuga opagandek shu ko'lninki go'zalligini his qildirdingiz. Endi bu naqshni Lijan apandi o'zi ijod qilgan, o'zi o'rinlagan, tekstidan tortib muzikasigacha o'zi yozgan. O'zim shunchaki yaxshi o'rinlagan. Sizmi o'zingizning ta'm bilan, o'zingizning xosligingiz bilan shunda chiroyli o'rinlab berdingiz. Endi mening gruppamga kelsangiz, biz yana mushu estradni jihatdan, mushu shenday Liuxin Changfa jihatdan yana texim jiq ishlarni qilamiz. Qilalaymiz. Rahmat mana. Zulqar enim meningki aylanmasligimning bir qisman sabablari bor. Ammo aylanmaganligim naqshining yarmaganligini derak bermaydi. Mana shunday yaxshi aytdingiz. Bak yaradi menga. Ma'lumot yaratdi. Haqiqatan yaxshi chiqdi bu naqsh. Qandaroq bo'ldi bugungi ahvol? Mening o'ylaganimdan yaxshi chiqdi deb o'ylayman. To'g'ri. Mana shunday o'zining aytqanini e'tirof qilish kerak, cho. Anda Zulqar sen hamda muallimlar haqiqatan bu ikki muallimga opirin. Bular Aygul muallim o'quvchisi ekansa, yaxshi maktabda yaxshi o'qibsa, o'zingmi yaxshi tirishibsa, ham o'zingmi yaxshi izlanibsa, ukam. Sana hozir asar bo'lish kerak-ku. Bir naqshchi hamda bir naqshchi bo'lish uchun o'ziga xos daqqiq asar bo'lish kerak. Sendek bir yaxshi naqshchi agar shu sana o'lchab ishlangan degandek, shu o'zingga xos yaxshi asar, yaxshi nim bo'lmasa, sen fan changchi bo'lib bitib ketsan-ku. Shunga Meniki kel. Ha, demak shu. Sen tushunib olding-ku ne vaqtini. Ayta da'vatdi. Bu bola tek o'zi og'ang ishlaydigan manda ish vaqir. Shundami? To'g'ri. Oshunda bir yil vaqt. Shu ahongnimi uni kendim azroq ish bor-ku. Fayz qilish uchun. Yana bir ishlar bor. Uni sen tushunding-ku? Mavlaning demakchi o'g'ni ahong ishlangandan keyin yana uni musiqalashtirish ishlari bor. U mening qo'limda demakchi. Musiqalashtirib bo'lgandan keyin yana bir mo'j ishlar bor. Ammo bu shunda da. Endi mening qo'limda demakchimi emas. Men shu ishlarni qilmay agar xohlasang bizni izlanib, texmi fayz qilish uchun agar bizni tirish baqsaq bo'ldi, xohlasang. To'g'ri? Endi O'shunda qalqi maqsad nima desang, sana yaxshi baho berib, o'ziga ep qilib bo'lsa, yana jiraqroq yerlik bosaq deydi. Uni sen tushunsan ma'lum. Unda bo'lsa, Zulqar muallim oxirgi tanlash fursatini sana berdik. 10 sekund o'ylanib olib, kep e'lon qilib o'tdi. Aygul ustozni tanlayman. Naqshingizdagi melodiyaga ergashdik. Ovozingizdagi sehrga mahliyo bo'ldik. Aygul ustozning Yashin guruhini tanlaganligingizdan rozi bo'ldik. Sizdan yana zo'r umidlarni kutamiz. Bejar Xupan degan bu naqshini o'zininki tekstlarining mazmuniga cho'kib turib, shoirning demakchi bo'lgan, ham ijodiyotchining maqsadiga yaqinlashtirib turib, shunday yaxshi o'rinlab berdi. Hammamiz ta'sirlandik, ham hayajonlandik. Zulqarninki bundan keyingi san'at hayotiga zo'r utuqlarni. Shu naqshlarning ichidan Islarim ota-onam degan naqshini bir anglab boqaylik. 大家好，我叫在米热阿布里米提。 Yaxshimsizlar, mening ismim Zamira Ablamet, yurtim Turpan. Mening eng cho'ng qiziqishim bo'lsa naqsha aytish. Bu qitimqi Ipak yo'l sadosi programmasi qatnashdagi maqsadim bo'lsa, o'zimning o'rgangan bilimlarimni joriy qildirish ham ustozlardan ta'lim tarbiya qabul qilish maqsadida keldim. Dünya
Yaxshimsizlar ustozlar, mening ismim Zamira Ablamet, yurtim Turpan. Muzika ma'rif kasbida o'qiyman. Hozir nechinchi yillikda Zamira? 2-yillik ham chiqaman. Ha, 1-yillik tugidamdi. Va, chiroyli aytdingiz juma Zamira mushni. Rahmat. Mashu sanu baradingizga shundoq bir amroq ekansiz. Ha. Bak yaxshi aytdingiz, shu sanubarninki o'zi shu o'ziningki asli uslubi asli ovoz tusini yinsasini nihoyat yaxshi muvaffaq qilib o'tibsiz. Uning ustiga sanubarning naqshlarida jiq musiqalar chelinmaydi davomli. Asosan milliy musiqalarni asos qilib naqshini nihoyat aniq anglag'ili bo'ladi. Tankashning bakmi jiq kuchi ovozga yordam qilgan yeri yo'q. Shunda avvalosida naqshchi intayin bak diqqat qilib aytmasa osonla ushaq agitmalar jiq bo'lgandiki, uni naqshlarini osonla bilinib qoladi qiyib ketgan yerlari. Menimcha mushu Zamira bugun nihoyat yaxshi aytdi. Shu pokiz muzikani eshitdim, yolg'iz ovozni anglab kelyapmiz. Asosiy jihatdan qoymidi. Nihoyat nozik bu sanubarning naqshlari. Shunga men sizni nihoyat bir yaxshi aytdi mushu naqshni deb ashunday ta'riflayman ham mushu naqshingiz bilan tabriklayman. Siz yaxshi aytdingiz buni. Biroq ma'lumlarni o'zining bir o'y xiyollar bo'lishi mumkin. Biz uning nihoyat to'g'ri ko'z qarashda bo'lmasak bo'lmaydi. Siz sanubar adinizning naqshlaridan boshqa naqshlarni aytib baqqanmi? Aytib baqqan. Masalan, sizning naqshingizni. Bek ummat qizga bu. Esingizda bormi bir ikki misra? Ba. Ha, unda bo'lsa hozir o'ylab olib, bir ikki misra boshqa naqshni aytib bering. Kel qadrdan qo'lingni ber, qalbimni beray. Hayat şirin muhabbetten mehrimni beray. Tik yaşığın ne seven var ayda koyuşta. Dil beğinga hararetin kaddimni beray. Ya, nima degan chiroyli ovozlar bu? Bo'yingiz tiq chiroyli ekan, o'zingiz tiq chiroyli ekan, siz ovozingiz ham chiroyli ekan mana. Istiqboli bor ovoz. Yetaklash kerak, muhtoj-da, yetaklashga muhtoj. İçilidi texi kuch paydo bo'ladi bu qizning ovoziga. Siz mayuslanib ketmaydigansiz buninglik bilan. Yo'q. Sizga bir fursat bo'lsa, siz qancha xush bo'lib ketasiz. Bir xush bo'lib ketman. Rol turdi, yig'lib turgandek turdi, cho'y eshitib bo'lsa. Mushiga poz kutib turgan Mana Oygullardan ashna deydi baribir. Buni men o'zim davolay deyapman. Sizga bir fursat beramiz. Men iltimos qilma, mushu İpek Yo'li sadosi programmasidagi rahbarlarga mush qizga bir fursat beraylik deb iltimos qilaman. Shuning bilan agar tasdiqlanib qolsa, men oldida buni belgilab o'tmak, keyin u iltimos tasdiqlansa sizga xabar qiladi. Anan keyindan kelar qatimda lekin siz mushu 4 muallimning guruhiga kirgan har bir guruhda 16 dan bola bo'ldi. Shu bolaning ichida qaysi guruhining qaysi bolasi bilan do'sh qilib bir qatim naqsh aytishsiz. Şu çağda siz yengivasınız, mesela Ayşegül muallimning bolasi bilan tushib qolgan bo'lsangiz, siz yengivasınız, Ayşegül sizni olib qoladi, abal ketadi. Bo'ladi. Ashunga siz ideyaga tayyorlik qiling. Davosi biz sizga bir qatim fursat beraylik. Wow. Bek yaxshi tayyorlik qilmoqdaman. Keyin Güzel ovozingiz ham güzel do'stingizga shaydo bo'lgan edik. Gerçi ustozlar o'rinliq aylantıra olmagan bo'lsa-mu, Abdullah Abdurim ustozning sizni o'z guruhiga tanlaganligidan xo'sh bo'ldik. Video guruhisidagi sarxillar qatoridan o'rin olganligingiz bilan sizni qizg'in tabriklaymiz. 大家好，我叫Mehmet İcan，来自阿克苏阿瓦迪县。Yaxshimsizlar? Men Mehmetcan Mejitulman, bu yil 36 yoshga kirdim. Yurtim Aksu Avatdan. O'qigan kasbim bo'lsa tibbiy da'vogarlik. Hozir qilayotgan kasbim shu doktorxonada ishlayman.
ishdan sirtqi shu muzika akkordlashtirish ijodiyat qilish shu ishlar bilan shug'ullanyapman. O'zimning vakil xarakterlik ijodiyatlarimdan yetolmadim atamga deymizki naqshimizning hurmatli ustozimiz Abdulla Abdurim efendim ijrosida xalq bilan ko'rishdi. Birinchi qarorda qatnashishga kelib 10 kun ruxsati fursat yetishmay, vaqt yetishmay qatnashamay qaytib ketgan. Bu qatimda fursat kelib qilib hamda rahbarlikning to'g'ri o'rlashtirish bilan bu qatimqi Paridio İpek Yolu Sadası programmasiga qatnash sharafiga muyassar bo'ldim. Geceleri çatnap turgan yıldızım, can cananım azizem. Dıltırımni yurutkan sen, köz nurum tallap sıygan hamızem. Dıltırımni yurutkan sen, köz nurum tallap sıygan hamızem. Pak suygundu hayatımın mənisi, her köyümde küyleymen. Çimelledin tallap süzgen yalğızım, karab sana kanmayman. Hiçbirisiga yar bolmagan bu könglim, başka birisini söymesmen. Sen fakatla hayatımın mənisi, hergiz senden tanmayman. Yar bolmagan bu könglim, başka birisini söymesmen. Göz karçığım yürgümün parisi, hergiz senden tanmayman. Hergiz senden canmayman. Yaxshimsizlar ustozlar, ben Mehmetcan Müjit bo'laman. Bu yıl 36 yoshga kirdim. Yurtim Aqsu Avatdan bo'ldi. Tibbiy dorigarlik o'qigan, hozir shu doktorxonada xizmat qilyapman. Ishdan sirt oz to'la shu muzika chalib, naqsha aytib, shu orzu havaslarimizni qandirib deganda. Bu Mehmetcan bu naqshini bek umda etishning sababini deb berasizlarga.
bu bola o'zi ijod qildi shunday naqshlarni. Onun keyin o'zi chaladi, ochiq kelganda, ochiq kelmasa o'zi chaladi. Ochiqi sal tastroq keldi buni. Vaqti chiqmagandan keyin ahangni ishlab asos jihatdan bundoq. Shu o'zingning ijodiyatimi? Ha, o'zimning ijodiyati. Ana keyin nima chalg'ilashtirishni o'zing qilganmi? O'zim chalgan. Katta. Başqalar çalsa bunun naqshini texmi dashab o'z davmat deyman-ku, dur qilma deb bu doktorxona. Ma chaldigan toza jiq vaqt chiqmaydi. Endi Mehmetcanning nurg'un naqshlari bor yana. Başqalarga bergan. Başqa vallahi aytib, mana mushunda xarakter mushunda naqshlar anglansa bir yerlarda Mehmetcanning nima deb tutib baqsang, shu chiqadi ya bo'lmasa chiqmaydi. Sizning aytganlaringizmi bormi aka? Menmi bunun naqshdan bir muvaffaqiyatli chiqqani mushu yetolmadim otamga degan naqsh. Mushu yigitning ohangi shu qaror. Bir bila baktım. Men Mehmetcan. Siz televizorda ko'ryapsiz go naq maydonini. Men siz uchun yana o'rindiqdan pastga tushman. Vay, nima degan katta in'om edi. Bu Mehmetcanni mening hozirgacha fashion qilmay, bilmay yurib qolganim bir afsuslik ish. Bu ajoyib ish. Mening akam bo'lgan, ustozim bo'lgan Abdulla Abdurim biladi ekan sizni. Men rost o'qimaydi ekanman. Abdulla akam deb bermabdi. Daqlayli Mehmetcan. Siz Aqsu Avotdan ekansiz. Aqsu Avot bizningki Abdumrayliq madaniyat sayohat nazordiniki güleş o'rni. Bildi. Bilsiz a? Biz tuqqan yo'qlash munosabati bilan Aqsu Avotga ko'p boramiz. Men bo'lsam sizni izday, siz bu yoqqa kelsangiz meni izlang. Mushundaq bir mangulik, bir uqudochilik, bir mehr muhabbat, mushundaq ustoz shogirdlik, bir do'stlik, bir mehr muhabbat, o'zaro o'rganish bir mehr muhabbatini biz bu yerda turg'izaylik. Bayqi naqshingiz o'zingizningmi? O'zimning. Karomat yaxshi, bek chiroyli ishlabsiz. Aningdagin o'zingizmi shundoq chiroyli aytib o'tdingiz. Ya, o anıldımı çırak naqshlar vacıma bununki. Amsi biz bek ko'p o'ylanish qilmayli Mehmet Şevkamanida. Ama aningdagi kelganda umidimni faqat yerda qo'ymansiz. Biz keyingi bosqich, oxirgi bosqichlarda birga shundoq go'zal naqshlaringizni, chiroyli naqshlaringizni birga hamkorlikda mushu sahnada davom etkazish bilan birga bu o'tirimizdagi bu munosabat aloqani biz mangulikka davom etkazaylik. Men sizni mening gruppamni kutma, mening gruppam sizni kelishingizni chin dilimizdan qarshi olamiz. Ishkimiz siz uchun uchuq. Abdulakanın gibini anlap buldun-mu? Yaxshimisiz? Yer qarab turib al. Sizningki kasbingiz meditsina ekan-ku. Siz ikki xil kasb bo'yicha doktor ekansiz. Birsi tan jihatdan davolash, ya'ni bir ro'y jihatdan davolash. Muzika ro'y jihatdan shifo beradigan yana bir kasb. Shunga yana birsi ben sizning o'zingizdan uqdim-ku kasbingizning boshqa o'shalarga meditsina sohasida ekanligini. Lekin men sizni ko'rmasdan ovozingizni ichilishidan bir xil muzikalik ovozi anglab bu qanday naqshchi deb shunday ta'sirlanib ketdi. Chunki bir xil o'g'al naqshchining bir xil burdusi bor. Ovozning a? Ayshugul muallim mana bu balla faqat ovoz tarbiyasi deganning nimaligini uqmaydi, lekin naqsh aytishni biladi. Alomat chiroyli bu mushbalning boyqi ovozini nima ovoz deymiz endi biz? Bo'q ovoz deymiz. Go'zal ovoz deymiz. Chiroyli ovoz deymiz. O'xshash go'zal ovoz bo'ldi. Go'zal ovoz bo'ldi. Yomon chiroyli aytdi. Ben şu ovozingiz va mushu naqshlarni aytishdiki sizga hissiyot emas birlashib meni shundoq ta'sirlantirganingiz uchun ajoyib chiroyli. Uni ustiga ozroqmi beka qo'ymay puroqliq naqsh ekan bu. Shu puroqlarni shundoq u yoqqa qiyib ketmay, shuni to'g'ri ilib va uning hissiyot jihatdan yana bir taraf qilishga ulgurganingiz o'zi bu sizniki buyuk bir mahorat ekan. Shunga men naqshingizdan shundoq ta'sirlandim. Eng muhimi ovoz bir xil erkekning ovozi bor. Meni o'ziga qaratganim shu, jalb qilgani. Shuningga endi sizga loyiq naqshlar mendan bor va sizni tarbiyalab ketishga tamoman kuchim yetadi. Bayam ikki ustoz bütün tavsiflarini to'liq qildi.
men desem yana shu hamda meningmi o'ylaganim shu mush ikki ustozning deganlarining kvadrati qara andan ras ava birse naqsh aytishni bildi ekansa rasmiy yaxshi ani keyindan bek yarashgan bir erkaklik ras bak ya ovozda hamda ablatkam bayan tushgan yana chiqyapti ya hisobmi ya hisob ya bo'ldi hisob Angacha o'tirib tursan ularniki. Bo'ldi hisob mishadi kutay. Agar hamda ras ablatkamning tushmiki oson emas. Bo'pti. Yo'q u bala balkim o'zimi bir narsani his qildi. Aygul malning gapimi Men nima deyman ablatkan past tushganki albatta yosh qicho'ng, hurmat qicho'ng. Men boshqa gap qilmayman. Yigitni bir jipak bo'lib boshlanib bir qatim bir yosh qicho'ngligim esimizga keldi. Amsa men gapni yig'ib o'tay. Bu nim degan yaxshi ma'lumlar bu. Mana mushunda bir-biriga hurmat, izzat beradigan ma'lumlar bo'lsa, emgak ish faqat zerikishlik tuyulmaydi. Bu ablatning chechima bir kishlik cho'ngsta chechima balla. Oyda turishini qaranglar. Men xijil qilib qo'ymagandim ham mushkamni. Xijil bo'ldi u. Biz nima xijil qilib qoldingiz? Bo'ldi shu tanlash ixtiyorini ochibkan. Sen anda uyurtursan men baray bo'ldi. Men ablatkamga birla maqatdim. Lekin ablatkam endi shumisin. Maqula. Rahmatjon. Sen silbagan bilan o'zini deydi, taxma gapni. Ya qog'ini men keltiryapman. Rahmatjon sen o'zi mushu jiq chaqchaqlam bo'ldi, rost gaplar hammasi, yurakdagi gaplar, lekin chaqchaq aralash demasak, seni ko'ngliga gap ketmasin deb boshqa qilyapmiz. Seni biz yaxshi ko'ramiz, qara. Buni sen bilasan. Aqsuda bu ukimiz bilan biz tanishganligimiz 1-3-4 yil bo'ldi. O'zining yo'q, 5-6 yil bo'libdi. Hatto 7-8 yil. Asar bilan o'zining ishidan taymay, hech nimani yerda qo'ymay, hamma ishni ratlab elib kelayotgan. Menimcha, keyinmi yaxshi natijasi chiqadi. Hozir fursatni endi Mehmetjon elimizga beramiz. Shu bayq fikrlarning ro'yiga asosan sen muallimdan birini tanlab e'lon qilsa. Ustozlarimdagi yaxshi bahosiga bergan taklif fikrlariga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Baxtimizga salomat bo'linglar. Balkim 36 yoshimda menga berilgan, menga kelgan katta bir omad deb qarayman. 5 ustoz bilan yaqin oraliqda ko'rishganimga balkim bu menga kelgan bir zo'r omad. Oxirgi qitim mening tanlashim bo'lsa, sizcha bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Video Ipak Yo'li sadosi programmamizda bo'lsin.